Assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning xonadon xarid qilgan mijozlarimiz hammalari jonlari sog' bo'lsin. Bugun kechaga nisbatan havomiz juda issiq bo'ldi. O'zlariz xabarlaringiz bor. Hozir shu issiq bo'lishiga qaramasdan, mana bizning xonadon xarid qilgan bir ukamiz kelibdilar. Avuch blokdan adashmasam xonadon xarid qilganlar. O'zingizlarning fikrlaringizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tezmisiz? Issiqlar bilan. Charchagan jo'rimiz. Yana bir narsa aytib o'tganim yaxshi ma'lumot evaziga bu ukamiz vijdon zarabchan qatlaydi. Mabodo ketadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana uylarni ko'rgani keldik, issiq bo'lishiga qaramay 47-50 daraja bo'lyapti. Stollarimiz ishlayapti. Ko'rdim, ishonarli. Nasib bo'lsa 2027 ni oxiriga bitirib beramiz deyaptilar akamiz. Nasib uylar qilamiz bitirgandan keyin akamiz bosh berib tursalar. Hamma narsa rost, befoiz, beskafil, hammasi biz bosh to'lab. Videoda aytilgan gap bo'lgan. Hammasi bo'lgan, men to'lagan o'zim to'lab boraman oymoy. Hammasi chotga yolg'on gap emas. Kelinglar yo'linglar. Aslida bizda videolarimizda har bitta o'sha ijtimoiy tarmoqqa qo'yib boradigan videolarimizda nima degan bo'lsak, o'sha narsa haqiqat. Videoda boshqa, bu yoqda boshqa emas. Doimiy bu narsani aytib kelaman. Bitta pasport evaziga deyildimi, kelasiz bitta pasportingizni berasiz xolos. Bizga kafil olib kelib bankka bor, u yoqqa bor, bu yoqqa bor degan yo'q. Ofisimizda xodimlarimiz ishlab turibdi, beraman. Kelasiz 24 ga yetib bizda ish jarayonlarimiz ketmoqda. To'g'risi gap, har kunlik o'zlaringiz ko'rib o'tibsizlar, qanaqa issiq, anomal issiq, shu issiqlarda ham do'stlarimiz ishlab o'tirishibdi. Endi sizlardan bitta qiladigan ishlaringiz duo qilib o'tinglar. Mana shu sizlarimizga kuch-quvvat bersin ilohim. Xudoyim bularga kuch bersin. Chunki bunaqa issiqda ishlashni o'zi bo'lmaydi aslida. Mana shu issiqda shular ishlab turibdi. Sizlardan bitta iltimosimiz, mana shu sizlarimizga kuch-quvvat tilab, mana shu Business Holding kompaniyasi rahbariyatiga bularni o'zlaringiz o'sha dildagi gaplaringizni kommentariyaga yozib duo qilib o'tinglar. Xudo xolasa 2027 yil oxirigacha deb va'da berildimi? Mana shu bloklarimiz barchasi sizlarga ta'mirligi va ta'masi to'liq topshiriladi nasib bo'lsa. Hammaga omad, sog' bo'lib, salomat bo'lishga majbursizlar. Qurishdagi ishlar jim turmas, har kuni yangi sahna, yangi iz, har xonada yorug' bir umid. Xonadon xarid qilganlar uchun aksiyalar tugamas, yurakda gulgun, kel ko'zing bilan ko'rib qayt, bu uylar seni o'ziga chorlab, aksiyalar hali davom etar. BBS Holding nurli kelajak sari.